Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi ishtirokida o'tkazilgan navbatdagi profilaktik uchrashuv sohaviy intizomni mustahkamlash yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Tadbirning dastlabki qismida yo'l harakati qoidalariga kiritilgan so'nggi strategik o'zgartirish va qo'shimchalar, shuningdek yangilangan huquqiy normalar xodimlarga batafsil tahliliy ravishda tushuntirildi. Zero, bugungi o'zgaruvchan qonunchilik talablarini chuqur anglash va ularga so'zsiz rioya qilish nafaqat shaxsiy xavfsizlikni ta'minlash, balki har bir xodimning xizmat faoliyatidagi mas'uliyati hamda professional darajasini yanada oshirishga xizmat qiladi. Tahliliy mushohadalarga boy tarzda o'tgan muloqot davomida respublika hududida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sabablari va oqibatlariga alohida to'xtalib o'tildi. Bu boradagi ko'rsatkichlar, statistika va kundalik xizmat jarayonida yo'l qo'yiladigan ehtimoliy kamchiliklar tizimli tahlil etilib, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish bo'yicha aniq metodik tavsiyalar berildi. Tadbirda asosiy e'tibor jazo choralariga emas, balki haydovchilarning yo'llardagi hushyorligini oshirish va piyoda haydovchi munosabatlarini yuksak madaniyatni shakllantirishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Tadbirning asosiy mavzularidan biri maxsus avtotransport vositalari haydovchilari uchun belgilangan imtiyozlar va ulardan foydalanishning qat'iy huquqiy tartibi bo'ldi. Mutaxassislar tomonidan tezkor xizmat avtomobillarini harakatlantirish afzalliklari faqatgina kechiktirib bo'lmaydigan tezkor vazifalarni bajarishda, xususan inson hayotini qutqarish, yong'inlarni bartaraf etish va favqulodda vaziyatlar joyiga yetib borish vaqtidagina kuchga kirishi alohida ta'kidlandi. Shu bilan birga ushbu imtiyozdan foydalanish jarayonida boshqa harakatlanish ishtirokchilari xavfsizligini ta'minlash haydovchi zimmasidagi birinchi darajali vazifa ekanligi, yuksak majburiyat ekanligi qayd etildi. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasida izchil o'tkazilayotgan bu kabi profilaktik tadbirlar shaxsiy tarkib o'rtasida xizmat intizomini chidamli qilish va yo'llarda ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishda beqiyos ahamiyat kasb etmoqda. Zero, intizom va qonun ustuvorligi ta'minlangan muhitda xavfsizlik barqaror, natijadorlik esa doimiydir. Bu kabi yondashuvlar soha xodimlarining nafaqat kasbiy, balki ijtimoiy mas'uliyatini ham yangi bosqichga olib chiqmoqda.